Juda ko'pchilik ichimizda shunday baxt bilan bo'ptiki, bugun muslima onasi bilan birga kelish baxtiga musharraf bo'libsiz. Hammaga ham Ka'bani oldida onaning duosini olish nasib qilmaydi. Shuning uchun bugun kimlargadir nasib qilgan bo'lsa, ana o'shalar onalarni o'sha joyda duosini olib olsinlar. Va men yana bir narsani iltimos qilaman azizlar. Ka'bani oldida mana shunaqa ota-onasini xizmatida turib, ularning duosini olayotganlar internetga qo'ymanglar azizlar. Bu narsa Alloh uchun bo'ladigan narsa. Bu riyo qilinadigan narsa emas. Onangizni o'tkazib qo'yib, bittasiga videoda ogizdirib qo'yib, ona mendan rozimisiz deb so'rab bo'lmaydi azizlar. Siz shunday xizmat qilingki, birov sizning xizmatingizni bilmasin-u, ammo onangiz o'sha joyda turib sizning haqqingizga o'zlari yig'lab duo qilsinlar. Bolam sendan roziman deyishlik gapini olib olish juda katta baxt azizlar. Lekin buni videoga qo'ysak, kimdir onasini xizmatini qilishlikka nochor bo'lib turgan, onam bilan birga boramanmi degan ko'p yigitlarning qalbiga ozor berib qo'yamiz. Shuning uchun iloji boricha bunaqa narsalarda Alloh uchun qilish kerak. Otangiz bilan kelgan bo'lsangiz ham, onangiz bilan kelgan bo'lsangiz ham, ularni Ka'ba atrofida yurgizib, har xil holatlarni qo'yib internetga qo'ymanglar azizlar. O'zi umuman ko'p gapiryapmiz. Ka'ba atrofida ko'p suratlarga tushish, videolarga olish, boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lishlik bilan ovora bo'lmaslik kerak. Duo qabul bo'ladigan nuqtalardan o'tib ketib qolishga sabab bo'ladi. Chunki ko'ryapmizda gaplashib ham yuribdi. Internetni yoqib olib, telefonida uydagilar bilan gaplashib, mana Ka'badamiz, umiz, bumiz, mana Safodamiz, bu qilyapmiz, u qilyapmiz deb o'shalar bilan gaplashib yuribdi. Shayton rosa xursand bo'ladi-da bundan aslida. Lekin o'sha davrda siz uydagilaringiz bilan kim bilandir gaplashishni o'rniga ularning haqqiga duo qilsangiz edi, duo qabul bo'ladigan joyda turib. Chunki mo'min bandani boshqa birodariga g'oyibda qilgan duosi mustajabda. Hojini duosi mustajab, musofirni duosi mustajab. Siz shu yerda turib o'sha do'stingizni, birodaringizni haqqiga duo qiling. Alloh uchun duo qiling. Lekin buni ertaga videoga qo'yish uchun emas. Ana shuning uchun bugun neki baxtli odamlar sizlarki, bugun ota-onasi bilan kelganlar bo'lsa, endi ota-onasi bilan kela olmaganlar qalbida bir alam bo'ladi. Men ham olib kela olmaganman deb. Lekin buni to'ldirishni birdan bir yo'li ular uchun o'sha Ka'bani oldida turib ota-onani haqqiga duo qilish, xatm Qur'onlar yetkazish, salovat va salomlar aytib, haqlarida istig'forlar aytib duo qilishlik. Mana bu narsa ular uchun bo'ladi. Va shuni barobarida azizlar, biz hali haj kuni boshlanmasdan turib tabiatan o'shinga tayyor turaylik azizlar. Hojilik maqomida qolishlikni Allohdan so'raylik. Alloh shu gunohlarimizdan qutultirib yangi daftar ochar ekan, shu daftarimiz buni bu oyga faqat savoblar yozilishligini Allohdan so'rab qolish kerak. Biz avval ham aytganmiz, hozirdan uyingizdagilarga telefon qilib borsangiz hoji to'yi qilmaslik va dabdababozlik qilmaslikni so'rab qo'ying. Har yili buni aytyapmiz, alhamdulillah kamaydi. Oldingidaqa o'sha dabdaba asalar borganda o bir necha kilometrlarga gilom solishlar yo'q bo'ldi. Lekin baribir ham o'sha hali ham hoji marosimini o'tkazish bor. Ulamolar aytadilarki, mana shu hojiga borib kelganlarni hoji to'yi, hoji marosimini qilishligi sabab kimdir hojiga borishga pulim bor-u, lekin hojidan kelgandan keyingi sarf xarajatimga yetmaydi-da deb bormasa, o'sha odamni hajini tark qilganiga mana shu odamlar sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun bunday qilmaslik kerak. Borganimizdan keyin turli bid'atli xurofatlarni yaratmasdan, balki Allohning baytini ziyorat qilib keldim, hoji bo'lib keldim, gunohlardan qutuldim. Endi men o'sha hojilik maqomimda shu yurtim uchun duogo'y, mahallam uchun duogo'y bo'lib, hammaga qo'limdan kelgan ezgu ish savoblarni qilishim kerak degan tasavvurda bo'lish kerak. Yetim parvar bo'lish kerak, kambag'al parvar bo'lish kerak.
hoji bo'lgandan keyin. Qo'lidan kelganicha boshqalarga yaxshilik qilish kerak, chunki endi yangi daftar ochildi, yangi sahifa ochildi. Ana o'sha sahifani endi yaxshiligi bilan to'ldirib olish imkoniyati bor azizlar. Mana shu bobda hozirdan harakatimizni boshlaylik. Hozirdan ibodatda, duoda bo'lib turaylik.